Nega Bahodir Jalolovni 90-95% ga professional boksda kelajagi yo'q bokschi deb hisoblayman. U Vitaliy Kudukov bilan jang qildi. Kudukov uni ochiqchasiga yengdi. Undan oldin esa Bahodir Jalolov Shvatskin bilan jang qilgandi. Unda ham menimcha mag'lub bo'lgandi. Ko'rinishidan juda istiqbolli, lekin aslida u istiqbolli emas. Birinchidan men bokschilarni havaskor va professional boksda aralash tarzda jang qilishlarini yoqtirmayman. Bu juda yomon amaliyot. Birinchidan mana shu sabab. Ikkinchidan esa bu texnik. Bahodir Jalolov texnik jihatdan ham unda himoyada kamchiliklar bor va 12 raundga unda chidamlilik yetishmaydi. Aleksandr Usyk u qanday qilib o'z boksini professional boksga o'tkaza oldi? Chunki u juda ham chidamli. Bizning bokschilarimiz professional boksga o'tgandan so'ng boshqatdan o'rganish kerakligini tushunmagunicha biz professional boksda havaskor bokschi bo'lib qolaveramiz. Sen nimaga bizni bokschilarimizni gapirib chiqasan? Ayt menga, nima natijaga erishib qo'ygansan o'zing? Na bir ekspertsan, na bir sportchisan, Maestro Sport deb yozyapsan akkauntingga. Bu ham mayli. Eng ko'p ko'rilgan videoing bu Bahodir Jalolovning orqasidan gapirib chiqqaning bo'pti. Fikrlaring to'g'ri bo'lgan taqdirda ham seni gapirishga aslida umuman haqqing yo'q. Kel, o'z yurtingdagi sportchilar, bokschilar bilan bir solishtirib o'taylik. Rossiyada eng oxirgi bo'lib professional boksda yorib olgan yoki umuman havaskor boksdami yorib olgan bokschilar kim ayta olasanmi? Eng oxirgi flagmenlaring bu Sergey Kovalyov ham natijalarni yorib yubormagan. Havaskor boksda esa bizni hozir yaqinimizga ham kela olmaysizlar. Olimpiadada bizda 10 ta, sizlarda 6 ta oltin medal va eng muhimi bizning sportchimiz deb gapiribsan, bizning emas. Bu O'zbekistonning o'g'loni, sizlarning sportchilaringiz o'zlaringda. Keyingi videolarimni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.